Yo'lchi, bu qanaqa maktab ekan? Ey, boshlig'inglar qani deysiz? Ey, yo'lchi, bor yo'qlar ekan. Qani boshlig'i? Boshlig'ingiz qani? Direktoringiz qani? Qo'llar qo'llar. Ey, qanaqa? Ey, bayramda qani direktoringlar, ha? Direktoringlar qani? Ha? Qo'limni qo'yib olar ekansan-ku. Ey, direktoringiz qani? Ey, bir haftadan beri jiyanim olib kelaman. Hech qanaqa natija yo'q. Qanaqa bu maktab, ha? Natijalarni ko'rish uchun 6 oydan 1 yilgacha vaqt ketadi. Mana qarasangiz, o'tgan yilda bizda 7-sinf o'quvchilarimiz 7 va 7,5 IELTS natijalar oldi. Bu faqat bizning maktabda. Qashqadaryolik ota-onalar farzandingizni qanday maktabga qo'yishni bilmayapsizmi? Unda bu video siz uchun. Qashqadaryoda shunday bir maktab borki, ingliz tili, matematikaga chuqurlashtirilgan, salkam 10 yillik tajribasi bor ustozlar farzandingizga ta'lim beradi. Alfraganus akademik xususiy maktabda o'quvchilar uchun juda ko'p sharoitlar mavjud. Ya'ni tumandan keladigan o'quvchilarimizga yotoqxona, 3 mahal mazali ovqat, qolaversa darsdan keyin taekvondo hamda shaxmat to'garaklari bilan ham shug'ullanishadi. Eng asosiysi esa transport ham yo'lga qo'yilgan. Voy, hali o'ylanib turibsizmi? Tezroq shoshiling. Joylar soni chegaralangan. Biz sizni kutamiz. Ha, gaplashdim. 6 oymi, 1 yilmi shunda natija bo'ladi deyapti. Bilmasam, nima deysan? Ey, 6 oy 6 kundan keyin kelaman, tushundingizmi? Agar natija bo'lmasa, o'sha gap.